Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun tarnovlarimizni qotirib bo'ldik. Mana bunaqa narsalar qo'yib chiqdik tarnovlarga. Обязательно kerakli narsa bu. Orqaga tortib qoqiladi bu tarnovga. Qor tarnovda surib ketmasligi uchun, qayerga tashlamasligi uchun. Ko'pchilik ustalar qo'yishmaydi, shuni maslahat beramiz qo'yishlarini. Ancha foydasi tegadi. Hamma joyga qo'yilgan. Har 2 metrga qo'yib chiqilgan mana shu narsa. Kimda qanaqa tom xizmatlari bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mokriy tarnovlardan bo'lgan, tarnovlarimiz. Mokriy Euro tarnov bo'lgan. Pastdan ham rasmga olib qo'yamiz hali.